Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader kanalining yangi darsligiga xush kelibsiz. Bozor strukturasi va likvidlik zonalari Smart Money konsepsiyasidagi ajralmas tushunchalardir. Likvidlik zonalari bozor strukturasi bilan birga aniqlanganda ma'lum bir ma'noni o'zida aks ettiradi. Aksincha, bozor strukturasi darajalari likvidlik zonalarisiz aniqlansa, ahamiyatsiz bo'lib qolishi mumkin. Ushbu videoda biz avvalo grafikdagi likvidlik zonalarini aniqlashni va ulardan samarali foydalanishni o'rganamiz. Keyin esa likvidlik zonalarini bozor strukturasi bilan birgalikda qo'llashni o'rganamiz. Do'stlar, agar mavzu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Qo'llab-quvvatlash uchun unga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Keling avvalo likvidlik o'zi nima ekanligini o'rganishdan boshlaymiz. Qachonki Smart Money ishtirokchilari biror bir valyutani sotib olmoqchi bo'lsa, ularga bozorda sotuvchilar kerak bo'ladi. Ushbu sotib olish talabini qondirish uchun mavjud valyuta hajmi esa likvidlik deb ataladi. Tradingda likvidlik zonasi stop loss nuqtalari bilan aniqlanadi. Ya'ni, qayerda stop loss mavjud bo'lsa, o'sha joyda likvidlik ham mavjud bo'ladi. Smart Money ishtirokchilari o'z savdo bitimlarini bozorga samarali joylashtirish uchun bu stop losslarni olishga harakat qilishadi. Bozorda likvidlikning juda ko'p turlari mavjud. Ulardan eng ko'p uchraydigani teng balandliklar va teng pastliklardir. Nomidan ma'lum bo'lganidek, bu holatda narx bir xil minimum yoki maksimum nuqtalarni hosil qiladi. Ular ostida va ustida esa daraja shakllanadi. Endi savol, bu holat price action savdosida nimani anglatadi? Grafikdagi ushbu teng balandliklar yoki teng pastliklar ko'pgina treyderlarga savdo bitimlari tuzish uchun juda qulay zonalar hisoblanadi. Ular bu zonalarga narxning qaytishini kutishadi va savdo bitimlarini ochishadi. Stop lossni esa bu darajalarning ostiga yoki ustiga joylashtirishadi. Biz oldinroq aytdikki, Smart Money ishtirokchilari bu stop losslarni olishni xohlashadi. Shuning uchun Smart Money konsepsiyasi treyderlari bu likvidliklar olingandan keyin savdoga kirishni xohlashadi. Agar teng balandliklar yoki teng pastliklardan keyin supply yoki demand zonalari mavjud bo'lsa, katta ehtimol bilan narx bu zonalarga borib, likvidlikni olib keyin harakatni davom ettirishi mumkin. Bu bizning Smart Money konsepsiyasidagi savdo modelimiz hisoblanadi. Bunda treyderlarning stop losslari olinishini kutiladi va supply yoki demand zonadan savdoga kiriladi. Keling, bu holatni real grafik holatida ko'rib chiqamiz. USD-CAD valyutasining 30 minutlik grafikiga e'tibor qarating. Narx o'suvchi trendda va bir nechta struktura buzilishlari mavjud. Biz oxirgi harakatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, narx bitta zonadan 2 marta reaksiya olgan. Bu zonadan narx kelgusida yana reaksiya olishi mumkin. Bizda bu daraja ostida ko'plab likvidliklar mavjud. Agar biz grafikning chap tomoniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda ushbu kichikroq FVG va uning ostida shakllangan order blok mavjud. Smart Money traderlari ushbu holatda teng pastliklarni buzib o'tilib, likvidlik olinishini kutishlari va ushbu order blokdan mavjud trend bo'ylab savdoga kirishlari to'g'ri hisoblanadi. Ammo bu holatda siz aytishingiz mumkinki, ushbu minimumni buzib o'tilishida choch hosil bo'lmadimi? Trend yo'nalishi o'zgarmadimi deyishingiz mumkin. Javob esa ha. Odatda biz ushbu holatda choch hosil bo'ldi deb hisoblaymiz va trend o'zgaryapti deb baholaymiz. Lekin hozirgi bu holatda haqiqiy choch hosil bo'lmadi. Biz darsimiz boshida aytdikki, bozor strukturasi likvidlik zonalarisiz ahamiyatsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun Smart Money konsepsiyasida bu ikki tushuncha, ya'ni bozor strukturasi va likvidlik zonasi ajratib bo'lmas tushunchalar hisoblanadi. Darsligimizning keyingi qismida narx harakatini yaxshiroq tushunish uchun bozor strukturasini to'g'ri aniqlashni va uni likvidlik zonalari bilan birga qanday to'g'ri qo'llash kerak ekanligini ko'rib chiqamiz. Ammo mavzuni davom ettirishdan oldin, do'stlar, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Siz ham bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Telegram kanal silkasi ushbu video ostida ko'rsatilgan. Yoki Telegramdan Secret Trader 1 deb qidiring. Shuningdek, Instagram sahifamizga ham obuna bo'ling. Unda biz siz bilan yanada yaqinroq bo'lamiz. Darslikni ko'rishni davom eting. Oldinda ajoyib savdo g'oyalari mavjud. Agar darslik sizga yoqayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va kanalga obuna bo'ling.
Keling, darsligimizni ikkinchi qismini boshlaymiz. Bozor strukturasini likvidlik zonalari bilan birga qo'llashni ko'rib chiqamiz. Bozor strukturasi deganda biz swing high va swing low nuqtalarini, narx harakatini hamda bozorning avvalroq reaksiyaga kirishgan zonalarini nazarda tutamiz. Biz bularni barchasiga bozor strukturasining bir qismi sifatida qaraymiz va uni bozor harakatining skeleti deb bilamiz. Keling, hozir Smart Moneyda bozor strukturasini aniqlashni boshlang'ich bilimlarni o'rganamiz. Bilasizki, ideal o'suvchi trend holatida bozor doimiy ravishda higher high va higher lowlarni hosil qiladi. Har safar narx higher highni buzib o'tganda, biz uni boss deb ataymiz va u narxning o'suvchi trend bo'ylab davom etayotganidan darak beradi. Agar narx higher lowni buzib o'tsa, biz uni chosh deb ataymiz va u trend o'zgarayotganidan darak beradi. Lekin narx doimo bunaqa ideal holatni hosil qilavermaydi. Keling, ushbu holatda haqiqiy choch qachon hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz swing lowlarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. O'suvchi trendda ketma-ket kelgan maksimumlar orasidagi eng quyi nuqta swing low deb belgilanadi. Bizda bu yerda ikkita ketma-ket maksimumlar mavjud. Shuning uchun ular orasidagi eng quyi nuqtani swing low deb belgilaymiz. Narx bu darajadan tepada bo'lar ekan, biz o'suvchi trendda bo'lamiz va faqat sotib olish uchun signal qidiramiz. Haqiqiy choch hosil bo'lishi uchun biz ushbu darajani narx tanasi bilan buzib o'tishini kutishimiz kerak bo'ladi. Narx, ya'ni oxirgi strukturani buzib o'tgan. Biz bu ikki maksimum orasidagi eng quyi nuqtani swing low deb belgilaymiz. Yana keyingi maksimumlar va ular orasidagi quyi nuqta bizga swing low bo'ladi. Biz pasayuvchi trendda ham strukturani shu tariqada aniqlaymiz. Ikkita minimumlar orasidagi eng baland nuqtani swing high deb belgilaymiz. Endi bizga savol tug'iladi. Biz qachon ishonch bilan choch hosil bo'ldi, trend yo'nalishi o'zgardi deb ayta olamiz? Bu savolga javob berish uchun siz bozorning tabiatini tushunishingiz kerak. Tasavvur qiling, bizda 4 soatlik time frame'da o'suvchi trend shakllangan va u bir nechta impuls va korreksiyalardan iborat. Bozor doimiy ravishda higher high va higher lowlarni hosil qilgan. Agar biz bu harakatlarni 1 soatlik time frame'da qarasak, ushbu 4 soatlik impuls harakati yana kichik impuls va korreksiyalardan iborat ekanligini ko'ramiz. Biz kichik time frame'da ham ideal shakllangan holatni ko'rib turibmiz. Lekin biz yuqorida aytganimizdek, bozor doimo bunaqangi ideal holatda harakatlanmaydi. Endi biz ushbu holatga qarasak, narx yuqoriga ko'tarilishdan oldin soxta choch hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ko'pgina treyderlar ushbu holatda fake chochni ko'rib, trend o'zgardi deb o'ylashadi va supply zonadan sell bitim ochishga e'tibor qaratishadi. Lekin stop losslarni olishadi. Agar siz bozor tabiatini tushunsangiz, bu holatda katta time frame'da narx o'suvchi trend ekanligini hisobga olib, kichik time frame'dagi bu holat soxta choch ekanligini aniqlaysiz va demand zonani aniqlab, sotib olish buyurtmasini joylashtirasiz. Muhim eslatmani yodda tuting. Eng yaxshi savdo bitimlari katta va kichik time frame'dagi narx yo'nalishi bir xil bo'lganda amalga oshiriladi. Misol uchun oltinning 15 minutlik grafikiga e'tibor qarating. Biz ushbu impuls va korreksiyalarni ko'rib turibmiz. Lekin biz xuddi shu grafikni 4 soatlik time frame'da ko'rsak, narxning strukturasi ushbu holatda bo'ladi. Shuning uchun 15 minutlik va 4 soatlik time frame'lardagi narx yo'nalishi bir xil bo'lganda savdoni amalga oshirish mantiqan to'g'ri bo'ladi. Demak, biz strukturani to'g'ri aniqlashni o'rganib oldik. Endi asosiy qismga o'tamiz. Hozir biz siz bilan likvidlik darajalari bozor strukturasining kuchini kamaytiradigan holatni ko'rib chiqamiz. Oltinning 15 minutlik grafikiga e'tibor qarating. Biz bozor strukturasini aniqlab oldik. Odatda biz ushbu higher lowni buzib o'tilishini trend o'zgarishi deb baholaymiz. Lekin biz grafikka e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda teng pastliklar shakllangan. Biz bilamizki, bu model ostida ko'plab likvidlik shakllanadi. Shuningdek, chap tomonda FVG va order block zonasi shakllangan. Smart Money traderlari uchun bu ajoyib imkoniyat hisoblanadi. Ular bu swing low ostidagi likvidlikni olib, narxni asosiy trend bo'ylab yana tepaga harakatlantirishadi. Biz bu holatda ideal shakllanmagan trendni ko'rishimiz mumkin. Bu holat likvidlik zonalarini aniqlashni bilmagan ko'pgina treyderlarni chalg'itib qo'yadi. Ular choch hosil bo'ldi deb o'ylab, ushbu supply zonaga sell bitimlarini joylashtirishadi. Biroq narx ularning stop losslarini yig'ib oladi. Siz bunday bitimlarni amalga oshirmaslik uchun savdoyingizni nazorat ro'yxatini tuzishingiz kerak.
Bu nazorat ro'yxati Smart Money konsepsiyasidagi asosiy tushunchalardan tashkil topgan. Uni sizga havola etamiz. Avvalo siz oxirgi struktura tuzilishiga e'tibor qaratishingiz kerak. Ikkinchi navbatda FVG zonalarini aniqlab olishingiz kerak. So'ng likvidlik zonalariga e'tibor qaratish kerak. U teng balandlik yoki teng pastliklar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Undan so'ng supply va demand zonalarini aniqlaymiz. So'ngra oxirida savdo bitimimizni joylashtiramiz. Likvidlik zonalarining juda ko'plab turlari mavjud. Ular trend liniyalari, SNR zonalari, konsolidatsiya zonalari va boshqalar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ammo biz ko'proq teng balandliklar va teng pastliklarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Biz iloji boricha sodda nazariyalardan foydalanishga harakat qilamiz. Ushbu darslikda bozor strukturasini likvidlik zonalari bilan birlashtirgan holatda ko'rib chiqamiz. Order blok zonalari ham likvidlik zonasi hisoblanadi. Misol uchun ushbu holatga e'tibor qarating. Oltinning 4 soatlik grafikiga e'tibor qarating. Ushbu zonada order blok shakllangan. Biz narxning ushbu zonaga qaytishidan sotib olish uchun signal qidirsak bo'ladi. Biroq yana biroz pastroqda FVG zonasi va boshqa order blok shakllangan. Bizda bu pastdagi order blok narxni o'ziga magnit singari tortadi. Narx FVG zonasini to'ldirib, balansni tiklaydi hamda birinchi order blok zona ostidagi likvidliklarni olib tashlaydi. Shundan so'ng esa ikkinchi order blok zonasidan yana asosiy trend bo'ylab harakatni davom ettiradi. Shu o'rinda sizga ikkita eslatmani aytib o'tmoqchimiz. Har qanday bitimga kirishishdan oldin siz grafikni chap tomoniga yaxshi e'tibor qaratishingiz kerak. Bu sizni keraksiz nuqtada risk qilishingizni oldini oladi. Ikkinchi navbatda esa qachonki yuqorida ko'rgan holatimiz kabi ikkita order blok ketma-ket shakllangan bo'lsa, siz birinchi order blok zonasidan savdoga kirishga shoshmasligingiz kerak. Hamda birinchi order blok zonasini buzib o'tilishini cho'ch deb baholamasligingiz kerak. U likvidlikni oluvchi harakat bo'lishi mumkin. Treyderlar, darsimiz shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, darslik sizga foydali bo'ldi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun unga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.